Dahshat o'yin bo'ldi kecha. Ispaniya emas, Barselonani prime davri bo'ladi. Как раз De La Fuente xushi Guardiola, bu yoqda o'rtada hech kim yulduz emas, kerak bo'lsa Yamal ham yulduz emas. Kecha hech kim yulduz emas-da. Короче, gap yo'q-da, shu prime davridagi Barselonada. Bu yerda hozir Real Barselona haqida gap ketmayapti. Imенно, yana Realchilarni haqqa olmasa, men uni tek qistirib gapirmayapman. Realchilarga bitta gap bor. Mana shunaqa Olise bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa Mbappe bo'ladigan bo'lsa, вообще muammo emas ekan. 200 millionga o'g'irlaylar Oliseni. Вообще agar Oliseni yopsa bo'ldi ekan. Fransiya ham 0 ekan, Mbappe ham hech kim emas ekan, Dembele ham. Вообще Fransiya o'zi 0 ekan, bor-ku. Lekin Ispaniya Lapota deydi-ku, ani bellissimo. Hech qilib qanaqa so'z bo'lsa, kechagi o'yinda hammasini qildi. Men jahon chempionati oldin ham aytganman, hozir Reelsga ham qo'yganman. Jahon chempionati bo'lishdan oldin Ispaniya 2010da Yevropa chempioni bo'lgan. Undan oldin shu kun 3 yil Mourinho kelgani 4 ta faktlar bor. Eng asosiysi mahalliy murabbiy deb yotibman. 100 yillik tarixni buzish qilgan. Bugun Argentina chiqadi. Argentina bo'yicha alohida video qilamiz, lekin Ispaniyaning kecha o'yiniga hammasi o'rta Rodri, Fermin, Ruiz, qanaqa Olmo'ni-ku вообще tvarik qilib tashladi. Nima qilsa qildi, hamma narsani qildi. Porro ham, Boyeni ham hech kim tanimaydigan bolalarni. Bu Ispaniya terma jamoasining yulduzi De La Fuente. Tamom. Gap yo'q. 99.9% jahon chempioni. 2-0, 3-0 finalda Argentina yutadi. Hali alohida video chiqaramiz.